Qarang, ring o'rtasida turgan mana bu yaltiroq boshga u xuddi butun dunyo uni oyog'i ostida turgandek turadi. Ismi Frank. Har bir harakati mensimaslik va har bir nigohida kibr yonardi. Hatto referi ham hurmat saqlashni so'raganda ham u faqat kulib qo'ydi. Go'yo sportni o'ziga chaqiriq tashlagandek. U bu yerga jang qilish uchun emas, xorlash uchun kelgandi. Ammo ring har doim haqiqatni ko'rsatadi. Ilk daqiqalardayoq Frank kulib raqibni yerga yiqitdi, qo'llarini ko'tarib g'alabani nishonlay boshladi. Go'yo buni barchasi tamom bo'lgandek, lekin Eduardo qayta turdi. Shu pallada haqiqiy bo'ron boshlandi. Uni mushlari go'yo chaqmoqdek chaqnar, har bir zarbasi g'azab to'lqinida yangrardi. Har bir zarba Frankning yuzidagi kulishini yo'qqa chiqardi. Uni mag'rurligini o'rniga qo'rquv joylashdi. Gong yangrangandan u zo'rg'a tik turardi. Ikkinchi raund azobni o'zi bo'ldi. Frank jon jahdi bilan jangni saqlab qolishga urinib yerga quladi. Eduardo uni zarbalari yomg'iri bilan ko'mdi. Talpa qichqirar, ammo hakam buni yetarli deb bilmadi. Frankning kibrni qo'pi u bilan birga yerga yiqildi.